Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensionerlar kutayotgan bitta pensiya o'rniga 3 ta pensiya degan gap nimani anglatadi? Pensiya islohoti oddiy odamga qanday ta'sir qiladi? Kimning puli ko'payishi mumkin? Kim esa shunchaki mish-mishlarga ishonib qolmasligi kerak? Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Bugun pensioner bo'lgan ota-onamizga ham, ertaga pensiyaga chiqadigan o'zimizga ham, hozir ishlayotgan farzandlarimizga ham bevosita aloqador. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha yoki bitta topshirilmagan hujjat odamni yillar davomida olishi mumkin bo'lgan puldan mahrum qilishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda murakkab qonun va tartiblarni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan tushuntirib beraman. Avval eng asosiy savolga javob beraman. Bitta pensiya o'rniga 3 ta pensiya degani hamma pensioner ertadan boshlab 3 barobar ko'p pul oladi degani emas. Buni to'g'ri tushunish kerak. Odamlar orasida endi hammaga 3 ta pensiya berilar ekan. Har oy 3 xil to'lov tushar ekan. Ishlagan, ishlamagan hammaga bir xil katta pensiya bo'lar ekan degan gaplar yuradi. Men mutaxassis sifatida aytaman, pensiya tizimida o'zgarishlar bo'lsa ham har bir to'lovning o'z sharti, o'z hujjati, o'z hisob kitobi bor. Davlat pensiyasi alohida, jamg'arib boriladigan pensiya mablag'i alohida, ayrim toifadagi fuqarolarga beriladigan nafaqa yoki qo'shimcha to'lovlar alohida hisoblanadi. Oldin odamlar ko'pincha pensiyani bitta manba sifatida ko'rardi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Ya'ni odam mehnat staji va ish haqi asosida hisoblangan bitta asosiy pensiyani olardi. Agar staj yetarli bo'lmasa, pensiya emas, ijtimoiy nafaqa tayinlanishi mumkin edi. Ayrim pensionerlarga ustama, kompensatsiya, kommunal to'lovlar bo'yicha yordam yoki boshqa imtiyozlar bo'lishi mumkin. Lekin ko'pchilik bularning farqini bilmaydi. Shu sababli ham odamlar menga kam chiqdi, qo'shnim ko'proq oladi. Men ham shuncha ishlaganman-ku deb e'tiroz bildiradi. Hozir esa asosiy o'zgarish shundaki, fuqarolar pensiya daromadini faqat bitta manbadan kutib o'tirmasligi kerak. Tizim asosida sekin shunday shakllanmoqdaki, odamning keksalikdagi daromadi 3 yo'nalishdan iborat bo'lishi mumkin. Birinchisi davlat tomonidan tayinlanadigan asosiy pensiya, ikkinchisi jamg'arib boriladigan pensiya tizimidagi mablag'lar, uchinchisi qo'shimcha ijtimoiy to'lovlar, ustamalar yoki ixtiyoriy jamg'armalar. Lekin yana takrorlayman. Bu 3 yo'nalish hamma uchun avtomatik ravishda bir xil miqdorda beriladi degani emas. Kimning huquqi bor, kimning hujjati to'liq, kimning staji tasdiqlangan, kim qancha ish haqi bilan ishlagan, kim qaysi toifaga kiradi, hammasi alohida tekshiriladi. Endi men batafsil tushuntiraman. Nimani bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim esa vahimaga tushmaslik kerak. Birinchi masala davlat pensiyasi. Bu eng asosiy manba. Yoshga doir pensiya odatda inson ma'lum yoshga yetganda va talab qilingan mehnat stajiga ega bo'lganda tayinlanadi. Pensiya miqdoriga ish staji, rasmiy ish haqi, sug'urta badallari, ish davrini tasdiqlanganligi, ayrim imtiyozli davrlar ta'sir qiladi. Masalan, 2 kishi bir kunda pensiyaga chiqishi mumkin, lekin biri 35 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisi yumlit ishlagan. Tabiiyki, ularning pensiyasi bir xil bo'lmaydi. Yana bir kishi ko'p ishlagan bo'lishi mumkin, lekin ish haqi hujjatda past ko'rsatilgan yoki ayrim yillar tasdiqlanmagan bo'lsa, pensiya hisobida muammo chiqadi. Hayotiy misol keltiraman. Deylik, Abdurahmon aka 62 yoshga to'ldi. U 32 yil zavodda ishlagan. Mehnat daftarchasida hamma yozuvlar bor, arxivda ma'lumotlar saqlangan, ish haqi rasmiy bo'lgan. Bunday holatda uning pensiyasi nisbatan to'g'ri va to'liq hisoblanadi. Lekin boshqa bir fuqaro masalan, Sobir aka 30 yil ishlaganini aytadi. Ammo 1910 yillarda ishlagan korxonasi yopilib ketgan, arxiv hujjatlari topilmayapti. Mehnat daftarchasida muhroniq ishga qabul qilingan buyruq raqami yo'q. Natijada ayrim yillar stajga kirmay qolishi mumkin. Sobir aka men ham ishlaganman deb haqli ravishda xafa bo'ladi. Lekin pensiya organi og'zaki gap bilan emas, hujjat bilan ishlaydi. Ikkinchi masala jamg'arib boriladigan pensiya mablag'lari. Ko'pchilik buni ikkinchi pensiya deb tushunadi. Aslida bu odamning ish faoliyati davomida uning nomiga jamg'arilgan mablag' bo'lishi mumkin. Bu mablag' pensiyaga chiqqanda yoki qonunda belgilangan holatlarda to'lanadi. Lekin bu ham hamma uchun bir xil emas. Kimdir rasmiy ishlagan, undan tegishli ajratmalar bo'lgan, hisob varaqda mablag' yig'ilgan. Kimdir esa ko'p yillar norasmiy ishlagan, konvertda oylik olgan yoki umuman badal tushmagan. Natijada bir odamda jamg'arma bor.
boshqasida juda kam yoki yo'q bo'lishi mumkin. Misol uchun Dilbar opa 20 yil maktabda rasmiy ishlagan. Keyin pensiyaga chiqqan. Uning nomiga yillar davomida jamg'arib boriladigan pensiya tizimida ma'lum miqdorda mablag' yig'ilgan bo'lishi mumkin. U pensiya tayinlangandan keyin bu mablag'ni olish tartibi bo'yicha murojaat qiladi. Boshqa tomondan Mahmud aka 15 yil bozorda savdo qilgan, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan, badal to'lamagan. U men ham ishladim-ku deydi. Ha, mehnat qilgan, lekin tizim uchun rasmiy badal bo'lmasa, jamg'arma ham shakllanmaydi. Mana shuning uchun men doim aytaman, bugun norasmiy ishlash ertangi pensiyaga bevosita zarar keltiradi. 3-chi masala qo'shimcha to'lovlar, ustamalar va ijtimoiy yordamlar. Ba'zi odamlar buni 3-chi pensiya deb ataydi. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush yoki mehnat fronti bilan bog'liq ayrim toifadagi fuqarolar, yolg'iz keksalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, alohida xizmatlari bor insonlar. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar uchun qo'shimcha to'lovlar yoki nafaqalar bo'lishi mumkin. Lekin bu to'lovlar ham avtomatik tarzda hammaga berilmaydi. Ular aniq toifaga, tibbiy xulosaga, mahalla yoki ijtimoiy himoya tizimidagi baholashga, daromad holatiga, arza va hujjatlarga bog'liq. Masalan, Zaynab opa yoshga doir pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi, farzandlari yo'q, sog'lig'i og'ir, doimiy parvarishga muhtoj. Bunday holatda u faqat asosiy pensiyani emas, balki ijtimoiy xizmat yoki qo'shimcha yordam masalasini ham ko'rib chiqishi mumkin. Lekin buning uchun hamma olyapti ekan deb kutib o'tirmasdan mahallaga, ijtimoiy himoya bo'limiga, tibbiyot muassasasiga murojaat qilish kerak. Agar hujjatlar yig'ilmasa, tizim uni avtomatik ko'rmasligi mumkin. Yana bir muhim misol. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Ular men ishlayapman, demak pensiyam yana oshishi kerak deb o'ylaydi. Bu yerda ham tartibni aniq bilish kerak. Ishlovchi pensionerning pensiyasi, qayta hisoblash masalasi, qo'shimcha staj qo'shilishi, ish haqi inobatga olinishi qonundagi shartlarga bog'liq. Har yili avtomatik katta oshib ketadi degan fikr noto'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin agar odam pensiyaga chiqqanidan keyin ham rasmiy ishlagan bo'lsa, kerakli davr kelganda qayta hisoblash huquqi bor yo'qligini albatta tekshirtirishi kerak. Kim xavotir olishi kerak? Eng avvalo, mehnat daftarchasida muammo bo'lganlar. Ikkinchidan, korxonasi yopilib ketganlar. Uchinchidan, uzoq yillar norasmiy ishlaganlar. To'rtinchidan, ish haqi minimum qilib ko'rsatilgan. Qolganini qo'lda olganlar. Beshinchidan, bir necha joyda ishlagan, lekin hujjatlarni tartibga solmaganlar. Oltinchidan, ayollar orasida bola parvarishi davrlari, dekret, ishga qaytish, yarim stavka, o'qish davri kabi holatlar pensiya stajiga qanday ta'sir qilishini bilmaydiganlar. Bunday odamlar hozirdan hujjatlarni tekshirtirmasa, pensiya tayinlash vaqtida shoshilib qoladi. Kim vahimaga tushmasligi kerak? Rasmiy ishlagan. Mehnat daftarchasi tartibli, ish haqi bo'yicha ma'lumotlari saqlangan, pensiya yoshiga hali vaqt bor. Elektron tizimlarda ma'lumotlari ko'rinadigan odamlar. Lekin vahima qilmaslik, hech narsa tekshirmaslik degani emas. Men har bir ishlayotgan fuqaroga kamida yiliga bir marta o'z mehnat staji, soliq va pensiya ajratmalari, elektron mehnat daftarchasi ma'lumotlarini tekshirib turishni tavsiya qilaman. Chunki xato bugun tuzatilsa oson. 20 yil o'tgach tuzatish qiyin. Endi eng ko'p uchraydigan istisnolar, tuzoqlar va ko'zga ko'rinmaydigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat pensiya, nafaqa, kompensatsiya ustama bir xil narsa emas. Odamlar ko'pincha hammasini pensiya deb ataydi. Aslida pensiya mehnat staji va qonuniy huquq asosida tayinlanadi. Nafaqa esa ayrim hollarda staj yetarli bo'lmaganda yoki ijtimoiy ehtiyoj bo'lganda berilishi mumkin. Kompensatsiya ma'lum xarajatlarni qoplash uchun beriladi. Ustama esa asosiy pensiyaga qo'shimcha sifatida qo'shilishi mumkin. Agar odam bularning farqini bilmasa, noto'g'ri joyga murojaat qiladi yoki o'z huquqini talab qila olmaydi. Ikkinchi nozik jihat. Uchta pensiya degan gap ko'pincha uchta alohida huquqni aralashtirib yuborishdan kelib chiqadi. Masalan, bir pensioner asosiy pensiya oladi. Uning jamg'arib boriladigan pensiya hisobida pul bor. Yana u nogironlik yoki boshqa toifa bo'yicha ustama olish huquqiga ega. Tashqaridan qaraganda u uchta pul olayotgandek tuyuladi. Lekin bu har bir pensionerga tegishli emas. Boshqa pensioner faqat asosiy pensiya olishi mumkin. Chunki qo'shimcha toifa yo'q. Jamg'arma mablag'i kam yoki shartlari bajarilmagan. Uchinchi nozik jihat, hujjatdagi bitta xato katta farq keltiradi. Masalan, ism sharif bir joyda Muhammad, boshqa joyda Muhammad yozilgan. Tug'ilgan sana bir hujjatda inbilmay, boshqasida 16 may bo'lib qolgan.
Mehnat daftarchasida korxona muhri o'qilmaydi. Bu mayda narsa bo'lib ko'rinadi. Lekin pensiya tayinlashda savol tug'diradi. Men ko'p ko'rganman. Odamning 5 yillik staji aynan shunday nomuvofiqlik sabab vaqtincha inobatga olinmay qoladi. Keyin arxiv, sud, dalolatnoma, guvohlar, qo'shimcha ma'lumotnoma kerak bo'ladi. 4-nozik jihat. Ayollarning pensiya huquqlarida bola parvarishi davrlari, ish faoliyatidagi tanaffuslar, turmush o'rtog'ining ish joyi sabab boshqa hududga ko'chish kabi holatlar muhim bo'lishi mumkin. Masalan, ayol 10 yil rasmiy ishlagan, keyin 3 farzand tarbiyasi bilan uyda bo'lgan, keyin yana ishlagan. U menda staj kam deb o'ylashi mumkin. Lekin ayrim davrlar qonun bo'yicha hisobga olinishi mumkin. Buni aniq tekshirtirish kerak. Aksincha, kimdir bola parvarishi yillarining hammasi to'liq qo'shiladi deb o'ylab hujjat yig'maydi. Natijada hisob-kitob kutilgandek chiqmaydi. 5-nozik jihat, chet elda ishlaganlar. Bugun juda ko'p fuqarolar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda mehnat qilgan. Ular men 10 yil chet elda ishladim, pensiyamga qo'shiladimi deb so'raydi. Bu masala xalqaro shartnomalar, rasmiy mehnat shartnomasi, badallar qayerga to'langan, hujjatlar qanday tasdiqlanganiga bog'liq, norasmiy ishlagan, hech qanday shartnomasi bo'lmagan. Ish haqi naqd berilgan odamga bu davrni tasdiqlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun chet elda ishlayotganlar ham hujjat, shartnoma, ish haqi ma'lumotnomasi, sug'urta badallari bo'yicha dalillarni saqlashi shart. 6-nozik jihat. Pensiya miqdori o'sishi har doim islohot bilan bog'liq emas. Ba'zan pensiyalar indeksatsiya qilinadi, ya'ni inflyatsiya, ish haqi, budjet imkoniyatlari ijtimoiy siyosat asosida oshiriladi. Odamlar esa buni yangi 3 ta pensiya boshlandi deb tushunadi. Aslida pensiyaning umumiy oshirilishi boshqa, shaxsiy pensiyani qayta hisoblash boshqa, qo'shimcha to'lov tayinlanishi boshqa masala. Har birini alohida ajratish kerak. 7-nozik shart. Falonchi aytdi, Telegramda yozildi degan xabarlarga ehtiyot bo'ling. Pensiya mavzusi odamlarning og'riqli joyi bo'lgani uchun turli kanal va guruhlarda qo'rqituvchi yoki haddan tashqari umid beruvchi xabarlar ko'p tarqaladi. Ariza bermasangiz pulingiz kuyadi. Bugun bormasangiz 3-pensiyadan qolib ketasiz. Hamma pensionerga falon miqdor to'lanadi. Kabi gaplarni ko'rsangiz, birinchi navbatda rasmiy manbadan tekshiring. Men doim aytaman, pul va huquq masalasida mish-mish emas. Hujjat va qonun gapiradi. Birinchi qadam, o'z hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, JSHR, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmat hujjatlari, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar. Farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari, bularning hammasini alohida papkaga joylang. Hujjatlar eskirgan, yirtilgan, muhri ko'rinmaydigan bo'lsa oldindan nusxa va tasdiq masalasini hal qiling. Ikkinchi qadam, stajingizni tekshiring. Agar siz hali pensiya chiqmagan bo'lsangiz, vaqti kelganda ko'raman demang. Mehnat daftarchasidagi har bir ish joyi bo'yicha sana, buyruq raqami, lavozim, korxona nomi to'g'ri yozilganmi? Tekshiring. Elektron mehnat tizimidagi ma'lumotlar bilan qog'oz hujjatlarni solishtiring. Agar farq bo'lsa, hozir tuzating. Chunki korxona bugun mavjud bo'lsa, ma'lumotnoma olish oson. Ertaga yopilib ketsa, arxiv izlashga to'g'ri keladi. 3-qadam, ish haqi va badallarni tekshiring. Ko'p odam faqat stajga qaraydi, lekin pensiya miqdoriga rasmiy daromad ham ta'sir qiladi. Agar siz rasmiy ravishda juda past oylik bilan yurib qolganini qo'lda olayotgan bo'lsangiz, bu bugun qulay tuyulishi mumkin, lekin ertaga pensiyada zarar. Ish beruvchidan rasmiy mehnat shartnomasi, to'liq ish haqi, badallar to'lanishi bo'yicha talab qilish kerak. Bu faqat hozirgi maosh masalasi emas. Bu kelajakdagi keksalik daromadi masalasi. 4-qadam, jamg'arib boriladigan pensiya hisobingizni aniqlang. Sizning nomingizda mablag' bormi, qancha yig'ilgan? Qachon va qanday olish mumkin? Buni tegishli bank yoki vakolat tashkilot orqali tekshirish mumkin. Pensiyaga chiqqan odamlar ayniqsa bu masalani so'rab bilishi kerak. Ba'zan odam yillar davomida o'z nomida jamg'arma borligini bilmay yuradi. Ba'zan esa menda katta pul bor deb o'ylaydi, tekshirtirganda juda kam chiqadi. Har ikki holatda ham taxmin emas, aniq ma'lumot kerak. 5-qadam. Qo'shimcha to'lovlarga huquqingiz bor yo'qligini aniqlang. Agar siz nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz, yolg'iz yashasangiz, parvarishga muhtoj bo'lsangiz, boquvchisini yo'qotgan bo'lsangiz, alohida toifaga kiradigan xizmatlaringiz bo'lsa, buni yashirib yurmasdan tegishli idoraga murojaat qiling. Mahalla ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya organi, tibbiy ijtimoiy ekspertiza.
Xizmat ko'rsatish markazlari har birining o'z vazifasi bor. Siz menga hech kim aytmadi deb kutib o'tirmang. O'z huquqingizni so'rang. 6-qadam. Ariza yozganda aniq yozing. Masalan, pensiyamni ko'paytirib bering deb umumiy yozishdan ko'ra, falon davrdagi mehnat stajimni qo'shib qayta hisoblashni so'rayman. Jamg'arib boriladigan pensiya mablag'im bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman. Menga tegishli ustama yoki qo'shimcha to'lovlar bo'yicha tushuntirish berishingizni so'rayman deb yozish foydaliroq. Arizangizning nusxasini olib qo'ling, qabul qilingan sanasi va raqamini yozdiring. Og'zaki murojaat yaxshi, lekin yozma murojaat iz qoldiradi. 7-qadam, rad javob olsangiz taslim bo'lmang. Agar sizga bo'lmaydi deyishsa, sababini yozma shaklida so'rang. Qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi davr tasdiqlanmagan, qaysi band asosida rad etildi, bularni biling. Keyin hujjat to'ldirasiz, arxivga murojaat qilasiz. Zarur bo'lsa yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilasiz. Ko'p hollarda muammo huquq yo'qligida emas, hujjat yetishmasligida bo'ladi. 8-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Keksalar ko'pincha elektron tizim, ariza, navbat, onlayn xizmatlardan foydalanishda qiynaladi. Agar ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularning hujjatlarini birga tekshiring. Sizga yana nimadir tegishli emasmi deb so'rab ko'ring. Ba'zan pensioner 5-10 yil davomida olishi mumkin bo'lgan qo'shimcha pulni bilmay yuradi. Bu yerda farzandlarning e'tibori juda muhim. Xulosa qilib aytaman. Bitta pensiya o'rniga 3 ta pensiya degan gapni to'g'ri tushunish kerak. Bu hamma pensionerga avtomatik 3 barobar pul beriladi degani emas. Asosiy pensiya, jamg'arib boriladigan mablag' va qo'shimcha to'lovlar alohida huquq va hujjatlarga bog'liq. Kim rasmiy ishlagan, hujjatini saqlagan, stajini tasdiqlagan, qo'shimcha huquqlarni bilgan bo'lsa, u ko'proq imkoniyatga ega bo'ladi. Kim norasmiy ishlagan, hujjat yig'magan, mish-mishlarga ishongan bo'lsa, afsuski, qiyinchilikka duch kelishi mumkin. Men sizdan so'rayman, izohlarda yozing. Siz yoki yaqinlaringiz pensiya hisoblashda qanday muammoga duch kelgansiz? Taj qo'shilmaganmi? Jamg'arma pulni ola olmaganmisiz? Qo'shimcha to'lovlar haqida bilmaganmisiz? Fikringiz boshqa tomoshabinlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner ota-onangiz, qarindoshlaringiz, ishdagi hamkasblaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasini bilgan odam yutadi, bilmagan odam esa o'z haqqini ham vaqtida ola olmay qolishi mumkin.